Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahdah. Ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'dah. Ve ala alihi ve ashabihi aleyhim ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz, muhterem Müslümanlar. Men bugün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin körsetmeleri namlık bir yürüyüş davet dersiminin Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның muamelesi degan temaga keldim. Ve bu haqda sözlemoqchi. Hammamiz bilamiz ki insonning muamelesi o insonning aynikidir. İnsan özünün etrafıdakilerge, özüge tava bo'lgan kishilarga qilgan muamelesi bilan özünün kimligini, özünün o'rnining yuqori yoki tuvanligini, kishilarning maqtishi yoki ayblashini qo'lga keltirdi aziz birodarlar. İnsan muamelesi sebeplik cemiyette şu kadar urunga iyi buludiken ki onu nurgun kişiler dost tutduğun, yaş görüdüğün, karşı alıdığın, cemiyette nam şerefleri yükseldiğin dereceye iyi buludu. Ama onunla karşısınız, onun da ne ilim, iktidar, ne yukarı sapa seviye veya ki o ağan talim, terbiye o kadar üstün emez. Ama insan yani özünün muamelesi sebeplik, özünün ailesi, dostları, kulun qo'shniları yoki atrofidagi kishilarga qilgan muomalasi sababli inson o'zining hurmatini, qadri qimmatini, oliy janobligini yo'qotdi aziz birodarlar. Bu muomala haqiqatan insonning hayotidagi eng muhim narsa. İnsan özünün muamelesi bilen insan buludu. İnsan özünün muamelesi bilen kimlikini bektidu. İnsan özünün muamelesi arkalık düşmanını dost kılsa, yirakını yakın kılsa, bazı kişiler özünün muamelesi arkalık özünün dostlarını düşman kılıdır buralar. Biz özümüzün muamelesiga ega bo'lishimiz lazım. Yani dedik ki insanın muamelesi insanın içideki nesini ifadelep durdu. Bir mümin eğer o hakiki mümin olsa, o özünün muamelesi arkalık imanını ispatlasa, yani başka kişi özünün muamelesi arkalık özünün ya ki zalim, ya ki fasık, ya ki kafir, ya ki bilimsiz nadan diyen okşaş sıfatlarını ispatlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam mana dünyada muamelede en güzel kişi idi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem özünün muamelesi bilen hatta özünün düşmanları bo'lgan, Resulullah'ını öldürmekçi bo'lgan, Resulullah'ını qo'g'lab chiqarmoqchi bo'lgan, yurtlaridan palavatmoqchi bo'lgan, onu düşman tutkan, düşman tarafından sadiqul amin degan namga erishdi. Nima? Rostchil,
İşencelik degan nom berishdi. Düşmanlar hem Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның muamelesini, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның ahlakını, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ның kişilerge kılgan iş hareketlerini itiraf kılmayı turalmıdı aziz buradarlar. Hatta ola Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge özünün amanetlerini tapşırıdığan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ni özü düşmanlaşıp bir yege kilenmegen meseleleri de Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni hüküm kılgızıdığan, Resulullah'ni hüküm kılsın dep hüküm kılgızıdığan yerligi hem badez buradır. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ahlakı bilen buldu. Peygamber aleyhissalatu vesselam mana insanlar içinde Allah subhanahu ve taala tarafından tanlangan peygamber buluşu bilen bütün insanların içinde en ulu, en yüksek mertebelik zat buluşu bilen Peygamber aleyhissalatu vesselam hiç kimge çoğunçuluk, yoğançılık kılmaydı. Yoğançılık muamelesini kılmaydı Peygamber aleyhissalatu vesselam. Belki her bir kişi bilen Resulullah arlışar. Yakın ötetti. Xuddi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bilen billi boğan her bir kişi Peygamber aleyhissalatu vesselam'ni özünün içindeki bir terk dep düşünetleri burada. Resulullah yoğallık kılmaydı. Ailesi de yoğallık kılmaydı. Dostları arası da yoğallık kılmaydı. Etraflarına yoğallık kılmaydı. Kulun koşnularına yoğallık kılmaydı. Özünü uladın üstün tutmaydı. Ulanı özüdün kem sıtıp tüven orunda koymaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber aleyhissalatu vesselam mana bu yaxşı ahlakları bilen özünün ashabları bilen billi tamak yetti. Billi olturup muğdişattı. Ulanın türlü kıyınçılıkları bolsa küçünün yetişiçe hal kılattı. Ulağı köngül biletti. Ulanın her bir meselelerini Resulullah özümün meselesi dep tunuydu dedi buradarlar. Peygamber aleyhissalatu vesselam ana şu sahabeler bilen musabekalışattı. Ve ula bilen bazıda xuddi ata özünün balısı bilen yoki dost özünün dostu bilen muamele qilishgan o'xshash tabiiy bir muameleni qiladi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mana bunun misallaridan birisi Mekke'de danlık çelişçi Ebu Rukane deydiğen bir kişi beydi. Onunla iman etiş doğruluk davet kıldı, hakkı çakırdı, nasihat kıldı. Ebu Rukane Peygamber aleyhissalatu vesselam'a biz çelişip bakılı. Eğer sen beni çelişti yeniversen ben iman eylemem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Rukane bilen çelişti. 3 kıtım çelişip 3. kıtımda Peygamber aleyhissalatu vesselam Ebu Rukane'ni yeniverdi. İndeha eslem. Şu vakta Ebu Rukane Müslüman oldu. Bana karayla. Peygamber aleyhisselam özünün sahabeleri bilen bu. Şu kadar tabii ki ular bilen bille çelişidigan, bille yuguraydigan, bille musabakalashadigan, paranglashadigan. Hani şunda muamelesi yaxshi edi. Resulullah ailesinde şunda bir yaxshi muamele bilen muamele kılattı ki özünün kiyimlerini özü yuk giyerdi.
Ba'zida Payg'ambar alayhissalatu vassalam kiyimlari yirtilib ketsa, uni yamab kiyardi. Demak, Rasululloh oila ishlariga ham yordamlashardi. Bu ayolning vazifasi kiyim yuvish, tamoq itish yoki yirtilib ketgan kiyimlarni yamash, ya uni dazmol silib qatlab turish. Bizga uy ichida xuddi qul xo'jayiniga muomala qilgandek muomala qilish kerak deb tushunmaydi birodarlar. Yordamlashar. Qo'lidan keladigan imkoniyati bilan Payg'ambar alayhisolatu vasallam oilasiga xizmat qiladi. Shu orqali oilasining ko'nglini xush qiladi. Shu orqali cho'ngning kichikka qanday muomala qilishini, otining baliga qanday muomala qiladiganligini, erning ayolga qanday muomala qiladiganligini Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'rgatdi. Va Payg'ambar alayhisolatu vasallam sahoba bilan ijtimoiy ishlar bo'lib qolsa, o'xshash ish qiladi. Mana Madina Munavvarga masjid solgan chaqda Rasululloh davlatning rahbari, bütün musulmonlarning yo'lboshchisi, Allohning payg'ambari bo'lgan zot sahoba karimlar bilan billa tosh ko'tardi. Xish ko'tardi. Hatto sahobalar birini ko'tarsa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam ikkini ko'tardi. Sahobalardan bakroq mas'uliyatni ustiga oldi. Xizmatni ko'proq qildi. Bo'shashmasdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam tirishdi burada. Mana bu orqali sahoba karimlar Rasul Akram sallallohu alayhi vasallamdan ruh, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan tirishchanlik, qaysarlik, fidokorlik va haqiqiy o'zining ashablariga bag'ishlayotgan bir payg'ambarni ko'rib, ana uningdan kishilarga qanday muomala qilish kerakligini o'rgandingiz birodar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam bunday zot. Rasul Akram sallallohu alayhi vasallam Ahzab urushida, ya'ni Xandak urushida dushmanlarning biz kirmasligi uchun mudofaa qilish maqsadida Xandak ko'lgan vaqtda Rasululloh o'zi bir qo'lliq ko'ladi. Hatto qo'soqlari echib ketsa, qo'soqlarga tosh tegib qo'yib turib, ussuzlikdan o'zining kaltiklari yerilib ketsa, shuningga sabr qilib turib, sahobalardan ayrilmay, ulardan yiroqlashmay, yiroqda turib nazorat qilaman demasdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam ularning oldida boshlamchi bo'lib, billi barobar shaklda lahmlarni qo'lida. Mana bu nimani uqtiradi? Biz buningdan nimani o'rganamiz aziz birodarlar? Har qanday bir ishning ish beshi bo'lganlar, har qanday bir sapning yetakchisi bo'lganlar, har qanday bir millatning yo'lboshchisi bo'lganlar, har qanday bir ishga mas'ul bo'lganlar, o ishni oldi bilan o'zi qilishi va shu ishda chuqum barobar bo'lishi va kishilarga bu yo'lga qanday qurban berish, bu yo'lga qanday fidokorlik ko'rsatish, bu yo'lda qanday mustahkam turish va buning uchun o'zini qanday bag'ishlashni bildirish bu eng muhim omil aziz birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam o'zining martabasining ustunligi, jamiyatdagi o'rnining yuqoriligi, Allah subhanahu va taoloning ummatni yetaklaydigan yetakchi bo'lish sifati bilan o'zini ashablaridan mutlaq ustun tutmadi birodarlar.
Ulardan ayrılmadı. Yiroqlashmadi. Balkim ular bilan doim birga bo'ldi. Har bir safda birga ishladi. Va ularga o'zining ana shulardan bir zot ekanligini haqiqiy his qildi aziz birodarlar. Bu tuvandikilarga haqiqiy kuch, ishonch, umid, hurmat beradi aziz birodarlar. Biz boshqalardan o'zimizni ustun tutish bilan ustunlikka, boshqalardan o'zimizni farqlantirish bilan haqiqiy yuksaklikka erishamaymiz aziz birodarlar. Dal uning aksicha biz qanchaki o'zimizning do'stlari, o'zimizning oilasi, o'zimizning atrofidagi kishilarga haqiqiy samimiy bo'lsak, ularga yaqin bo'lsak, ularga kuyansak, ularga o'zimizning her zaman, her vaqt töhfe qo'shayotganligini his qildik, ana shu vaqtda biz suyumlik, hurmatlik, haqiqiy oliy o'ringa ega bo'la olamiz. Mana bu üstünlük, makamdaki üstünlük emas. Üstünlük, mertebedeki üstünlük emas. Fakat o üstünlük, ergeçkenlerinin kalbideki üstünlük aziz birodarlar. Şularning hürmetideki üstünlük, şularning qoyilligideki üstünlük, şularning itiraf qilishideki üstünlük aziz birodarlar. Ana sahabalar Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'ge fidâke abi ve ummi ya Resulallah. Senin için canım fida, senin için anam fida, senin için dadam fida deb Peygamber aleyhissalatu vesselam'a hamma narsani fida qilishgan edi. Peygamber aleyhissalatu vesselam'ning o'li bilan birga yeganligi, ishni birga qilganligi, ular bilan birga yashaganligi, ular bilan beraber yurganligi Resulullah'ın derecesini tüvelletmedi. Resulullah'ın hürmetini, imtiyazını düşürmedi. Belki aksice muhabbetini aşırdı, hürmetini aşırdı. Ulağı boğan hakiki ergişişini aşırdı. Bu en mühim amillarının bir sözüdür burada. Mana dünyada mı? Bu emeli ispatlangan iş bu. Avrupalıklar sanaatda Yaponiyaning keynida qilib, ular buni bir tekshirib bakılı. Biz iqtisodiy selinmini to'liq selig'liq bu jihatda yetishgan mukammal injenerlar qo'shini bizda bor. Texniki qo'shini bizda bor. Ve her qandaq imkoniyat bizda bor. Ammo biz nima uchun bularning keynida qolamiz deb aniqlash uchun bir qo'shinni, ya'ni bir turkum kishilarni Yaponiyaga o'tdi. O'tgandan keyin bular masalaning selingan iqtisodiy mablag' emas yoki bu texniki masalasi emas, yoki injenerlik masalasi emas, yoki muhit masalasi emas, faqat masala shu ishni qilguvchi bilan shu ishni qilishga bosh bo'g'uvchilarning o'rtasidagi bog'lanish masalasi, haqiqiy bir-biri bilan ilishib ketish masalasi ekanligini buni bayqadi. Ular korxonalarda, zavodlarda işçilar bilan ish egalarining barobar ishlaydiganligini, yemekda barobar, o'ltirib qo'pashda barobar, hatto xizmatda ham barobar ekanligini ko'rdi birodarlar. Buni tushundiki, mana bu farqga. Chunki ish egalari ishchilar bilan birga turgan vaqtda ishchilar haqiqatan tirishchanlik bilan ishlaydi ekan. Butun kuchi bilan ishlaydi ekan. Erib charchidim demi ishlaydi ekan.
özünün himmeti bilen işleydiken, sadakati bilen hem işleydiken, o bizge ilgisi boğan, bizni yetekleyen, o şu zavut karxanını kuruvatqanlar bu kadar işlevassa, bu işe şunda ehmiyet bervassa, biz bununla sal qarsak olmaydı. Degan tuyg'uni ular o'zining amaliyati bilan berganligidan ko'rdiki, chuqur jamiyatdagi farqni yo'q qilish, o'ttiridagi cho'ng kichiklik farqni yo'q qilish, mana bu ishning yaxshi bo'lishiga, taraqqiy qilishiga, yuksalishiga mana foydali ekan deganni bular bayqadi birodar. Bu yaxshi muomala bu. Bu mening xizmatchilarim edi. Yoki bular menga ishlaydigan oddiy kishilar edi. Men ular bilan teng turib qolsam, barobar bo'lib qolsam, yoki bir yerda birga yashab qolsam, bu mening unvonimga, bu mening darajamga, bu mening o'rnimga, bu mening imtiyozimga ta'sir ko'rsatadi deb o'ylaymiz birodarlar. Mana bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamning atrofidagi kishilarga qilgan muomalasi. Alloh subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni maqtab va Payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqini bizga bayon qilib, Sura Ali Imronning 159-oyatida فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ degan so'zi bilan bayon qiladi. Allah bu yerda deydi: "Fabima rahmatin minalloh." Allah'ның rahmeti bilen siz etraftakilarga yumuşak muamele kıldınız. Sözünüzde yumuşak buldunuz. Muamelede yumuşak buldunuz. Ve onlara hakiki silik muamele kıldınız. Onlara illiklik his kıldınız. Yakınlık his kıldınız. Onlara hakiki hürmet his kıldınız. Onları goya sizin bir kısmınız işgallikini his kıldınız Muhammed Aleyhisselam deydi Allah subhanahu wa ta'ala birodarlar. Mana bu bir insonning axloqining güzel, muomalasining yaxshi, gap so'zlarininki haqiqatan joyida bo'lganligi o insonning tabiati bo'lmasdan Allah subhanahu wa ta'ala ana shu insonlarga bergan ne'mat aziz birodarlar. Demek bu güzel ahlak, yaxshi muamele. Allah subhanahu wa ta'ala'nın yaxshi ko'rgan bandalarga beradigan haqiqiy bir ne'mat aziz birodarlar. Allah "Walau kunta fazzan" agar siz gap so'zingiz qattiq, gap so'zingizda boshqalarning yuraklarini og'irtadigan, ko'ngliga aziyat beradigan, boshqalarning g'ururiga tegadigan, qo'pol bo'lib qolgan bo'lsangiz yoki g'alizal qalb tosh yurak, o'zingizning atrofidagilarga ichiga og'itmaydigan, rahim qilmaydigan, kang qo'saq bo'lmaydigan, xatoliklarni surishti qiladigan, hisob oladigan, o'lchamga seliblam turadigan, bu qadar rahimsiz bo'lgan bo'lsangiz, ular lan taddu min havlik. O sizning atrofingizdan taqilib ketadi. Chechilib ketadi. Sizga ergashmaydi. Sizni qo'llab quvvatlamaydi. Sizning atrofingizga yig'ilmaydi. Sizni o'zining imomi rahbari qilmaydi deb Alloh subhanahu va taolo mana bu yerda axloqning, muomalaning insonga naqadar muhim ekanligini eslatadi birodarlar. Demak, bir insonning atrofidagi kishilarning ko'p bo'lishi, qo'llug'uvchilarining ko'p bo'lishi, o shu insonning axloqi, muomalasi, shu insonning boshqalarga yetkazgan
menfaati, mayli o maddi menfaat bo'lsin, mayli o ma'naviy menfaat bo'lsin, boshqalarga beg'ishlagan haqiqiy ruh ekanligini Alloh subhanahu va taolo bu yerda bayon qiladi. Mana bu natijasi birodarlar. Uyda ayolimiz bizdan yiroqlashgan, bolalarimiz bizdan yiroqlashgan, jamiyatda do'stlarimiz bizdan yiroqlashgan va atrofimizdagi kishilar bizdan naqadar yiroqlashgan bo'lsa, biz shu hamon o'zimizdagi muomalani, o'zimizdagi axloqni, o'zimizdagi boshqalarga qilgan ish harakatimizni tekshirib ko'rishimiz kerak. Fa'fu anhum. Allah deydi, inson xatolikdan, yetersizlikdan, kamchilikdan xoli emas. Agar ular sizga bir jihatda yaxshi muomala qilinmasa, sizga go'zal axloq bilan axloqlanmasa, uning xatoligini tutib, ularga qo'pol muomala qilmasdan afv qilib o'tirsiz. Ko'zingizni yuming. Uningdan o'tib o'ting. Udulmi udul, turman hisobni olaman demangsiz deydi Alloh. Vastagfir lahum. Gunoh o'tkazib qolgan bo'lsa, ularning gunohini kechiring va kechirim bo'lishini talab qiling. Payg'ambar alayhisolatu vasallamni Alloh yaxshilik qilishga, vasila bo'lishga da'vat qiladi aziz birodarlar. Va shaviruhum fil amri. Ular bilan ishda maslahat maslahatlashing. Payg'ambar alayhisolamga Alloh tarafidan vahiy tushayotgan, Rasulullohning har bir so'zini, har bir ish harakatini butun insonlarga o'lcham, qonun, nizom qilayotgan Rabbimiz atrofdagi kishilar bilan payg'ambarni maslahat qilishga buyurdi. Payg'ambarim maslahatga muhtojmi? Alloh uni yetaklayotgan tursa, Payg'ambar alayhisolatu vasallam boshqalar bilan kengash qilishga ehtiyojmi? Alloh uning har bir ishini ruslab turayotgan tursa. Mana bu Payg'ambar alayhisolatu vasallamga atrofdagi kishilarga qandoq muomala qilish kerakligini Alloh o'rgatyapti aziz birodarlar. Birinchi, bu orqali Payg'ambar alayhisolatu vasallamga atrofdagi kishilarning ko'nglini elish, ularga haqiqatan e'tibor berganligini bildirish, ularning Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning e'tiborida borligini his qildirish orqali Payg'ambar alayhisolatu vasallamga hurmat qildirish va Payg'ambar alayhisolatu vasallamning haqiqiy ulug' va ummatga yetakchi ustoz ekanligini isbotlash aziz birodarlar. Bizni bir cho'ng biladigan, biz qalbimizda haqiqatan uning so'rinlarida bir qitim o'ldirsam, yo uning qo'lini bir qitim tutib olsam, yo uning bilan bir qitim ko'rishib olsam deb orzu qiladigan bir kishi eng muhim ishdan birisiga chaqirib, bu ishni qanday qilsak bo'lar deb o'tirg'i qo'ysa, biz nima deymiz? Voy, biz bu sizlar bilan bir so'rinda o'tirishga, sizlarga maslahat berishga bizning haddimiz emas. Biz buyruqsini qilsak va biz yetaklisini mansak, biz nimani topshirsalar shuni jonimizning badaliga o'rindisak deymiz aziz birodarlar. Mana shunda ulug' martabalik Payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Alloh subhanahu va taolo o'zining atrofidagi kishilar bilan ishda maslahatlashga buyurdi. Bu ana shu ashoblarga haqiqiy ko'nglini xo'sh qilish va ularni e'tiborga olganlikni bildirish. Ikkinchi, bu orqali ishlarni maslahat bilan qilishga, o'zining yolg'iz beshi bilan men bunda o'ylagan edim,
ya ben bunu ma şekilde qaraytdım deb özünün idisini, özünün aklını, düşüncesini başkalarına teniş bilen mangmasdan atrofdagilar bilan suhbatlashib, atrofdagilarga bu masalalarda qanday qaraydi fikrini elib minishqa Alloh subhanahu va taolo Payg'ambar alayhissalatu vassalam orqali ummatni shunga yetaklash uchun Alloh bunga buyurgan aziz birodarlar. Mana bu ham Payg'ambar alayhissalatu vassalamning atrofiga fidaka abi va ummi ya Rasululloh deb yig'ilgan kishilarning haqiqatan ko'pligi Alloh subhanahu va taolo degandek muomalasining yaxshiligi va payg'ambarimning muomalasining go'zalligidan bo'lgan aziz birodarlar. Rasululloh o'zining do'stlariga yaxshi muomala qilgandan sirt o'zining dushmanlariga ham yaxshi muomala qilardi. Odillik bilan muomala qilardi. Bilimsizlarni kechirib o'tadi, afv qilardi. Va Rasululloh sallallohu alayhi vasallam haqiqatan ig'ir bizq edi birodarlar. Rasululloh bir qitim bir tuguni boshqalardan o'tin oldi. O kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamning qishig'i kelib, bergan o'tnini, oriyatni suylashga tutishga boshladi. Buni qaytirib berdi. Men buningga ehtiyoj bo'lib qoldim deb. Va bu kishi Payg'ambar alayhisolatu vasallamga gap so'zda sal qo'pol gap qildi. Hatto gap so'zdilam qo'pol bo'lmasdan o'zining amaliyati bilan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning to'nini tutib, yoqasini ching siqib turib muomala qildi. Bu shu qadar yomon muomala bo'ldiki, Payg'ambar alayhisolatu vasallamning badallariga kiyimning izi chiqib ketdi birodarlar. Ammo Payg'ambar alayhisolatu vasallam bu yerda qanday muomala qildi? Sabr qildi. O'zining ochiqini besib oldi. U kishiga javob qaytarmadi. Payg'ambar alayhisolamning ashablari buning yomon muomalasiga chidmasdan o'rnidan turishib, heliqi kishini adablashga maqsad qildi. Rasululloh uningga nima dedi? Oy, men kim? Meni sizlar nima uchun qo'g'dimaysizlar? Menga mushundaq yomon muomala qilsa nima uchun qarab tursizlar? Yo, mening hurmatimni tushasa, menga mushundaq nachar qiliqlarni qilsa, sizlar nima uchun meni himoya qilmaslar demasdan Payg'ambar alayhisolatu vasallam ashablariga da'uhu fa inna li sahibil haqq ma'alan dedi. Qo'yavetinglar uni. Haq egisning so'zi bor dedi Rasululloh. İtiraf qildi. Biz uningdan o'tni oldik. Oriyat oldik. Biz uni berishga tegishli. Uning bizni shundoq muomala qilishi haqliq dedi aziz birodarlar. Payg'ambar alayhisolatu vasallam mana bu yerda bizga shunda bir go'zal muomalani o'rgatdiki, inson o'ziga boshqalar zulm qilayotgandek, o'ziga boshqalar yomon muomala qilayotgandek muomala qilsa ham bu muomalani sabr qilish, o'tib o'tish, keng qo'saq bo'lish va uningga o'xshash muomala bilan muomala qilmaslik orqali o'zining qadrini, qimmatini, hurmatini topadiganligini Payg'ambar alayhisalom bu yerda bizga o'rgatib berdi. Uning aksicha kimsi sen? Sening bir narsangni men beremmigidak kishimman. Sana qaytirib beremmigidak odammi? Nima uchun menga bundoq oshirib muomala qilsa? Nima uchun sen menga qo'pollik qilsa? Men sening bir narsangni bermayman dedimmi? Deydiganlardan emas. Rasululloh
ig'ir besiqlik bilan muomala qiladi. Allah subhanahu va taolo mana bu güzel muomala haqida la tastawil hasanatu va las-sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa izallazi baynaka va baynahu adawa ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqqaha illa as-sabirun wa ma yulaqqaha illa zu hazzin azim degan oyatni tushadi. Yaxshilik bilan yomonlik u barobar emas. Bir inson yaxshilik qilsa, uningga yaxshilik qilish bu yaxshi ish. Ammo yomonlik qilsa, uningga yaxshilik qilish, eskilik qilsa, uningga go'zal muomala qilish, mana bu haqiqiy insonlikning ma'nosi bu. Mana bu haqiqiy iymonning ma'nosi bu. Mana bu inson o'zining tabiati, o'zining xarakteri, o'zining nafsidan chiqib haqiqiy bir mukammal shaxsga aylanganlikning ma'nosi birodarlar. Yaxshilik bilan yomonlik barobar bo'lmaydi deydi Alloh. Sana bir kishi yomonlik qilsa, yaxshilik qil. Idfa' billati hi ahsan. Sana nacharlik qilgan, eskilik qilgan kishining eskiligiga yaxshisi bilan emas, uningdanmi yaxshiroq bilan, ya'ni u ta'sirlangudak, u kechirim so'rgudak. Men sana yaxshilik qilolmay qaptiman. Seni tunuyolmay qaptiman. Meni kechirayotgan digudak yo'l bilan muomala qil deydi Alloh taolo. Ana shunday javob qaytardi. Uning natijasi nima bo'ladi? Faizallazi baynaka va baynahu adawa. Sen bilan uning o'rtasidagi dushmanlik, o'chmanlik, yomon ko'rish, seni tillash haqiqiy sirdosh do'stga aylantiradi deydi. Uningga aylanadi deydi Alloh subhanahu va taolo. Demek insan özünün nachar muamelesi bilen dostunu düşmenge, yakınını yirakta aylandırsa, yaxşı muamelesi bilen düşmanını dostqa, yirakını yakınga aylandırılı bulduğallıqını Allah bu yerde bayan qılardı. Ama bunun qiyin ekanligini, hakikaten insan özünün havasıga, özünün tabiatiga igi bo'lmasa bo'lmaydiganligini bildirib, ham bunda igi bo'lishning darajasi oliy, fazilati yuqori ekanligini bildirib, nima dedi? Wala yulaqqaha illa sabirun. Bu xislatni faqat sabrchan kishilardan beriladi deydi Alloh. Bu xislat kimning qo'lidan keladi? Sabrchan kishilarning qo'lidan keladi. Özünü besib olaydigan kishilarning qo'lidan keladi. Özünü tutib olaydigan kishilarning qo'lidan keladi. Va ma yulaqqaha illa zu hazzin azim. Yana bu eng Allohning oldida nasibisi to'liq bo'lgan, darajasi ustun bo'ladigan, savobi yuqori bo'ladigan, Allohga eng yaqin kishilardan bo'ladigan kishilardan bu xislatga ega bo'la oladi dedi Alloh. Bu xislatga bo'lganlar dunyoda ham hurmatli, ulug', boshqalarning e'tirof qilishiga erishgan va boshqalar o'ziga rahbar qiladigan kishilar bo'lsa va Alloh subhanahu va taolo doim uning bilan birga bo'ladigan kishilarning qatoridan o'ladi birodarlar. Chunki Alloh innalloha ma'as sabirin desa, yine bu yerda innalloha yuhibbus sabirin. Allah yaxshi ko'ruvchilar, sabr qilguvchilar bilan birga. Yana bir oyatda Alloh sabr qilguvchilarni yaxshi ko'radi. Demak, Allohning yaxshi ko'rishiga erishadi. Allohning uning bilan birga bo'lishiga erishadi. Ham eng oliy martabaga erishadi. Mana bu muomala. İnsan o'zining muomalasi bilan Allohning muhabbatiga, o'zining muomalasi bilan Allohning birga bo'lishiga, insan o'zining muomalasi bilan eng yuksak o'ringa ko'tariladi ekan aziz birodar. Bu payg'ambar alayhisolatu vasallam ana shunda axloqi go'zal, o'zi halim, ig'ir besiq,
başqalarning yomon muomalasiga yomon o'xshash qaytarmasdan balkim uningga yaxshilik bilan qaytaradigan kishidir. Rasululloh hatto o'zining shu yaxshi muomalasi bilan dushmanlarini do'stga aylantirgan. Sumama ibn Usal radhiyallohu anhuni Payg'ambar alayhisolatu vassalamning Madina davlatining bexatarligini qo'g'daydigan, uni chorlig'uchi, chorlab turadigan qo'shinlari tutib, Rasulullohning atrofiga kelganda Payg'ambarim uni masjidning ichiga akirib, bog'lashga buyurdi. Uni masjidga bog'ladi. Uningga eng yaxshi tamoq bilan, eng yaxshi muomala bilan muomala qilishga buyurdi. Har kuni Payg'ambar alayhisolatu vasallam uning qishiga kirib, "Sening fikring qanday? Qarishing qanday?" deganda, u in tun'im tun'im. Agar sen yaxshilik qilsang, sen yaxshilikni biladigan kishiga yaxshilik qilsan. Va in taqtul taqtul zadam. Agar sen o'ltirmoqchi bo'lsang, qon egisini o'ltirsan. Men bu sening ashablaringni o'ltirgan, qon qarzingga bo'g'ilgan, haqliq o'ltirishga. Meni o'ltama demayman. Ammo yaxshilik qilsang, yaxshilikni tunuyman dedi. 3 kun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam ana shu xil go'zal shaklda muomala qildi. Taomlarini yaxshiladi. Uningga muomalani yaxshi qildi. Uningga aziyat bermadi. Musulmonning qanday bo'ladiganligini, islomning qanday bo'ladiganligini ko'rsatdi. Mana bu kishi musulmonlarning axloqini, muomalasini bilgandan keyin Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga iymon etdi. Va mana bu dunyoda sening yuzingdinmi sat kunidigan, sening ziminingdinmi sat kunidigan, sening diningdinmi sat kunidigan bir din yüz yo'q edi. Mana bugun mana eng chiroyli kunidigan yuz sening yuzing. Özemning jani bilan ag'ishadigan din, suydigan din sening dining. Haqiqiy men qo'g'daydigan mamlakat tuproq sening tuproqing deb Rasul akram sallallohu alayhi vasallam ani qonga bo'g'ilib ketgan bir kishini o'zining yaxshi muomalasi bilan, go'zal axloqi bilan islomga kirishga sabab bo'ldi. Allah subhanahu va taolo shuning uchun payg'ambarimiz Muhammadur Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni va innaka la'ala xuluqun azim deb maqtadi. Haqiqatan sen go'zal axloq ustiga, buyuk bir axloq ustiga sen dedi. İnsan Resulullah'ın ahlakını tasavvur qilg'ili. Resulullah'ın ahlakını insan tasvirligili. Bo'lmaydigidek derecede güzel bir ahlak ikisi ekanligini Qur'oni Karim bayon qiladi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ahlakı Qur'on edi. Payg'ambar alayhisolatu vasallamning ahlakı hadis edi. Payg'ambar alayhisolam shu ahlak bilan islomni oliy qilgan edi dedi birodar. Rasululloh o'zining ahlaklari bilan islomni tarqatgan edi kishilarga. Demak, bizning muomalamiz oldi bilan bizning kimligimizni uqtasa, ikkinchi birisi biz muomalamiz orqali biz ko'tarayotgan bu dinni, biz da'vo qilayotgan bu islomning yo'lini, biz uning egisi da'vatgan ulug' Qur'oni Karimning yo'lini ya ochimiz yoki uning yo'lini to'samiz. Musulmonning axloqidan, musulmonning muomalasidan ta'sirlanib islomni qabul qilgan, islomga kirgan odamlar bugun bo'lmagan bo'lsa, musulmonlar o'zida bu axloqni, bu muomalani yo'qotgan bo'ladi va bu axloq muomala bilan sifatlanmagan bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo hammamizni payg'ambar alayhisolatu vasallamning axloqi bilan axloqlang'ili, Rasulul akram sallallohu alayhi vasallamning muomalasidek muomala bilan boshqalarga muomala qilg'ili nasib qilsin.
Allah subhanahu wa ta'ala Resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini her vakit özümüzün hayatlarında tatbikliğini nasip kılsın.